Bismillahirrohmanirrohim. Sahal ibn Sa'd as-Sodiy roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshliq musulmonlar mushriklarga yo'liqib jang qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z askargohlariga, mushriklar ham askargohlariga qaytishgach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari ichida dushmanlardan qochgani ham, qolgani ham quvib yetib qilichdan o'tkazadigan bir kishi bor edi. Sahobalar ana shu kishi haqida bugun bizdan falonchi kifoya qilganidek hech kim kifoya qilmagan, ya'ni falonchi qattiq jang qilib bizni ko'p qiyinchilikdan qutqardi deyishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam lekin u do'zax ahlidandir dedilar. Qavm ichida bir kishi, men uni sohibiman dedi-da, navbatdagi jangga u bilan birga chiqdi. To'xtasa u bilan birga to'xtadi, tezlashsa u bilan birga tezlashdi. Bas haligi do'zaxiy deyilgan kishi qattiq jarohat oldi. Og'riqqa chiday olmay, azobdan tezroq o'lib qutulish uchun qilichni yerga tiradi va tig'ini ko'kragiga qo'yib o'zini unga tashlab o'ldirdi. Haligi kishi sohibi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga chiqib, albatta siz Allohning rasuli ekaningizga guvohlik beraman dedi. U zot nima bo'ldi dedilar. U kishi, siz bir oz avval haligi kishini u do'zax ahlidandir degan edingiz. Odamlar buni ortiqcha gap deb hisoblashdi. Men sizlarga buni tagiga yetib bilib beraman dedim. So'ng uni izlab chiqib topdim. Bas u kishi qattiq jarohat oldi. Og'riqqa chiday olmay, azobdan tezroq o'lib qutulish uchun qilichini yerga tiradi va tig'ini ko'kragiga qo'yib o'zini unga tashlab o'zini o'ldirdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar, kishi o'zi do'zax ahlidan bo'lgani holida odamlar ko'z o'ngida jannat ahlining amalini qilishi, ya'ni bir kishi o'zini jannat ahlidan bo'lgan holida odamlar nazarida do'zax ahlining amalini qilishi albatta mumkindir.